Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun chislo 13 noyabr 2025-yil. Biz Qo'lakandosh Payshanba mol bozorini syomkalik qaytib ketamiz. Hasharlar narxini aytib o'tay sizlarga. Sholi paqol pras 17-18 somondan, bug'doy somon pras 35 somondan, beda pras 40 somondan bo'ladi. Olmalar har xil 5 dan boshlab 10 somongacha olmaydi, qachqa 4,5 somondan. Hali bozor bo'ladi. Qo'lakandosh Payshanba mol bozori. Qaysi biri? Ha, Anvar akam printerda. Tamam. Printerda. Qara, o'ylasam, mana shu odamimizni 2 marta, 3 marta boqma navosidan boshladi. Mana shu ikkitasini 42 ming so'm bozor savdo qilgan. 24,000 so'm men har shu bozorlarga ketdim. Boqishga vashi zo'r ekan. Aytda kurkatgan zotikiga 30.500 bozordan qilibdi. 53 somondan taroziga. Egasini olmasang qolgan olov. Egasi tushdi aka, istiqboq beradi endi. 500 somon tarozi 3500 somon men pochkachki narx deydi bozor. Yo'l kurkat. Qirg'iziston paroda navoslari 18 ming so'mdan aytilishiga. 80,000 so'mlik bo'z savdo meshak, bozor chortisha men chortisha 16 ming narx qiladi. 1 2 3 4 ta. Qancha o'tdi buni? Qancha o'tdi bu? Nisa. Dadam bilan barcha qoldi. Qancha bo'ldi bu? 15 ta. 15 bu 2. Qancha qilibdi? 16 ming qilibdi. Pulsa dastavkasi bor. Tamam. Ayting. 719 81 74. Bo'ldi, tamam, gap yo'q. Ana odam. Buni bilmayman ekan, 14 qilibdi. Narxini bilmadingiz buni? Bo'ylab ketdi-ku. Bo'ylab ketdi. Sotilgan, narxini bilmay qoldi. Endi bularni bilamiz-da endi. Necha pul savdo qildi tog'a? Qancha pul ko'ra? Nechi? Narxini aytgisi kelmadi egasi. Lekin savdosi bo'lyapti. Egasi yo'q, yur. Mayli, bunday hisob yo'q. Qancha pul ko'rasiz? 11,000. 11 ming so'm. 11,000 so'm. Qancha zotli? Qancha bo'lyapti bu? 15 yarim. 15.500 so'm. Tonzi nima zo'r so'm. Sotdingizmi? Buni YouTube'gami? Ha, 13,5 dan olganman. Kim ko'rsa ko'rsin, yerda pastlamasin. Tamam. YouTube mana shuni izlatdi odam. 13,5 To'g'ri. dan olganman. Bo'ldi, tamam, 13,5 dan sotilibdi. Qancha bo'ldi bu? 12. Buni 12 savdo qiladi ekan buni. Qancha sotinglar? 9,000 so'm bozor narxi rost. Zo'rniki orqalari kelishgan. Firuz aka qandoqsiz? Xizmat yo'qmi? Qara, yozib qo'y, 7 oylik buzochani. 7 oylik buzocha. Chot. Qancha qilyapti tog'a? 12 ekan. 12 mi? Ha. Bu tarafda G'onoji bozorga o'tib bordik. Bu qancha bo'ldi? 10 10 ming so'm. Zo'r. 10,000 so'm o'zolab ketdi. Bu tarafda mayda navosi. Assalomu alaykum. Shoma Azmi aka, qancha ro'chan yurdishi? Daxni mazo. Inachi. 5 hol hichi. Hichi? Yakta minash narxi qildi. Daxni mazor so'm narxi dedi bozor. 10.500 so'm bozor narxi. Zo'r. Bu sotildimi? Ya savdo bo'lyapti. Qancha? Qancha ro'sakon? Hadi savdo qiladi. Hadi savdo shunda. Qancha? 100 da.
19.000 so'm. Muzda 1000 so'm bozor narxi. Zo'r. Qancha? Ustav. Qanchaga berasiz? Vosh chotga ekan. Qancha qiladi? 27.000. 27.000 so'm. 107,000 so'm. Kelajagi bor, zo'r navoschida ekan. O'rtavoy-da. Qanchaga to'xtadi? Ularni 19.5 ming. Ikkovini. Qanchaga? 19,5. Ga to'xtadi ikkov. 19.5 ming so'm ikkov to'xtagan. Berishgan yo'q. Muzda 1050. Har dushi bozor narxi kerak, har dushi. Bu qanchaga to'xtadi? Gardandor. 200 ga 10 ga to'xtadim. 200 ga 10 to'rt. Zo'r ekan lekin oldi chotga ekan. Sotsam ham cho'rdi. Bular qancha o'tdi bu? 28 ga. Ikkalasini 28.000 so'm bozor narxi qilgan. 28,000 so'm bozor narxidasi har dushi. Bitta foydan bor bu qocha. Zo'r ekan oborga qo'ysa. Qancha o'tdi bu? 16.700. 16.700 so'm. Qani akamda o'qib turing. 16.700 so'm. 16,700 so'm. Ammo mana Komil akam olmoqchisi varchik. Zo'r ekan. 16,700 so'm. Naqdi 16, nasiyaga 200 so'm. Yaxshi ekan. 16.700. Qanchaga sotildi? 100 ga 100 19.000 so'mga sotilibdi. Satgan muzda 1000 so'mga savdo shudasi. Baxtiyor aka sotdingizmi? 1,5 chiqdi. Bunisichi? 18. 18. Hajda 1000 so'm meylasi narxidagi safed esa 21,000 so'm. 18 u 21,5 so'm narxga ikkita qishloq navosi. Qancha bo'ldi Musadaka oxiri? Ha? Oxiri 37.000 so'm pul bo'ldi. Ha. 53 so'mdan sotdim. 37.000 so'm pul bo'lgan. 53 so'mdan taroziga ketgan vaqti. Yaxshi. Mayli. Buni qancha bor bu? 17.000 so'm 200 ga sotilgan. Mana shu navoscha. Sot Samarqand hadda 1000 so'mga ham savdo ishlaydi qancha. Bular bilmaysiz narxini? Narxini aniq. Qisir sigir. Nech pul narx qildi? Assalomu alaykum. 19.000 so'm bozor narxi. Qisir sigir. Muzda 1000 so'm bozor narxi. Yaxshi. Bu o'g'il darsi yemlash kerak, chunki buni foydasi chiqadi. Aytibdi sotilganmi deyman shu navotchi. Qancha bo'lgan? Qancha ekan? 7.000 so'mga navotchi. Sotilgan variant. Qancha bo'ldi bu ikkovi? Sotildimi? Qancha olsan? 66 56 kg. Ina 56. Ina 56 ina 68. 56 u 68. 68 5600 so'm. Bu 7.000 ga sotilgan navotchi. Bular xunojon olib. Xunojon bozor. Maydalarga kilo endi. Maydalarning narxi bo'lsin bilamiz. Nech pul? 7.5 bo'ladi. 7.5. Yo'q. Yes, yo'nga tushdingiz. 7.5 ming so'm navotchi. 7500 so'm qancha? Zo'r. Nimaga? Ya oja, qancha bo'ladi bu navotchami, xunojimmi? Qancha? 3000? 3000 so'mga xunojincha. Xitoyniki. Bola Xitoyniki, egasi Xitoydan. Assalomu alaykum. Aka, qancha qiladi ikkovini? 12.000. 12.000? Zo'r. 12.000 so'm. Duvozda 1000 so'm bozor narx qilgan.
ikkita xonojincha. Dehqonda. Bu qancha bo'ldi aka? Haftada shish. 7600 somoni. Haq va zo'rish 100 somon. Hani alosha. Bozor narxi qaraysiz. Sigirgamcha bo'lmasa ham boqishga chotdi ekan. Bu tarafda mana sigir bozor. Tuda sigirlar ketdi. Sayla olasizlar. Gitti aka. Mana o'tirdim. Mana. Ya nima so'raydi? Nina balam aka? O'zi qancha qilyapti o'zi? 11 litr suti bor. 16 ming so'm bozor narxi qilyapti ekan. Balasi ketgan. Balasini alohida sotib olishdi. Nechinchi balas? Ikkinchi bolasi. Sutini ichdi. 6-7 litr. Qancha qildi? 4 litr sog'aman. 4 litr sog'asi. Ikkitasini bolasi. Narxi qancha to'xtadi? Narxi har xil. Oxiri 18400 ta. eng pastichi? Aslini olib beraman. Hali pastlashgan yo'q. 18400 so'm. Shunman, ha? 18400. Ikkinchi balasiga balachasi g'unojin aka. 4 litr sog'ishar ekan, 2 litr balasiga. Payizda 1400 bozor narxida. Duyum zo'yish bachash buqacha. 4 litr shilashadi. Balachasini ovozchi ekan. Zo'r dehqondan. Sinamon. Qoch. Hayırdır aka. Shu qolasan, qoch. Qirg'iziston paroda sigirlari. O'zimizda o'la paroda. Qancha bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Nechinchi balasi? 3. Davotchanmi? Sutichi? 4ta 5ta suti. 4ta 5ta suti bor. Parvarish esa ko'payadi, zo'r. 3-chi balasi deyishdi. Davotcha. 4ta 5ta suti bor. Mehrga muhtoj. 21700 so'm bozor savdo qiladi. Zo'r. Bu tarafda sigir. Qancha Zokir aka? Yo'q, bilmayman aka. Bu sotilgandan mana arqon bo'ylangan. Zokir aka mana bongochi, Metabizoda xizmatda. Telefon qilaverasizlar. Sigir bozorda shunaqa gaplar akalar. Navos bozorida shunaqa gaplar. Dalchi qo'y bozoriga o'tamiz. Bo'laganoz mol bozori. Qo'y bozorga kiyib olib, bas burchada 20 ta soliqlardan keyin ekan. Holi qochmagan. Bu dalada yurganmi? Yo, uyda turgan, bir joyda turgan. Dalada yurgan, bir joyda turgan. Uyda turgan. Uyda o'tgan. 2300 so'mdan ko'tarib savdo qilgan bergan yo'q. Bu 1800 so'mni andarayadilar, hamma 20 ta soliq qo'yib Noyzoydagi bozor narxidagi. Savdochi quturish nestiki. Zo'r ekan lekin dalchi boqib olsa ham bo'laveradi, olib turib qo'y qilsa ham bo'laveradi. Ba'da endi bo'g'ozdan ko'rsatasizlarga 3700 so'mdan 3700 so'mga bozor narxi. Narxidagi soliqi bo'g'oz. Bo'g'ozish aniq. Bu tarafda ham bo'g'ozlar bor. 3100 so'mdan mana shu ikkitani berishdi. 3700 so'mdan ham savdo qiladi. Qo'ylarni savdo. Qancha qilyapti ekan uni? 47 dan 3100 so'mdan ikkita sotilibdi. Sal kechkiroq bo'g'oz. Qancha o'tdi buni? ikkitasi 4,5 dan keyin 6 arxi. Turyanni aykon savdo qilgan. Ha, urug'liqda. Urug'likka qo'shqorlar. Oyoqlari uzun aka. Ikkitasini 4,5 narxda, mana shu ikki oyoq. Bu tarafda nimalar bor ekan? Avon paroda soliqlar. Bular bo'g'ozmi deydi mana? Ha. Bo'g'ozmi deydi bular? Ha, bo'g'oz. Qanchadan? 8000 dan deyapti ular. 8000 dan. Kelishgan yo'q. 8000 dan savdo bo'lar ekan. Zo'r. Chotki. Tarafda mana urug'likka qo'chqorlar. Bu gapni endi dalchi davom ettiramiz. Kechkiroq bo'g'oz ikkitasini 31 ga bergan. Yoqda ina bala.
Bunisini balasi erkak. Bunisini balasi urg'och. Buni 3000 so'm bozor narxiga. 3,5 sarig'in narxiga, 3000 so'm qorasi narxiga. Bu tarafda ikkita soliq. Ballari ham urg'ochi. Katta-kattaroq qopti ballari. 72 narxiga. 36 dan bular. 7200 so'm. Ha, o'sha bozor narxiga. Ha, o'sha bachash modda. Qancha narxli bularni? 32 dan ketdi. Sotildi? 3200 so'mdan sotildi. Bo'g'iz ha? Bo'g'iz 3200 so'mdan savdo shu. 3200 so'mdan sotildi. Bo'g'iz soliqlar. Yoshi har xil. Qancha narxli bu? Har xil qilyapti. 28 dan qilyapti. Qochganmi? 27, 28. Oldimi nima bilan? Oldimi? Turavini ham oldim. Ikkalasi qancha o'tadi? 90 gram. 6000 kilo. Dumlik qo'y. 6000 so'm bozor hadushin narxidagi. Sotkimisiz? 6000 xita aka. Oldi bag'dagilar. Avvallanimi? Ular oldi 32 dan sotildi. Ha. Bu ina bala qancha bo'ldi aka? 42. Balasi nima? Urg'och. Sotildimi? Sotiladi. 42 ga berishmagan. 4200 so'm bozor narxiga. Balasi urg'ochi. Bachash modda 4200 so'm bozor narxidagi. Ocha bacha. Qancha narx bo'ldi bularni? Sizniki emasmi? Qancha bo'ladi ekan? Savir aka qancha? Bilmayman. To'rdan berdimi? Qanchadan? To'rdan berdi. Yaxshi. Qimmat emas. Qani? 4000 so'mdan sotilgan variantda. Qo'chqorlar 4000 so'mlik savdo shudasi. 4000 dan 12000. Zo'r. Chotdi. Qaysini oldingiz? Uchovini. Qanchaga? 63. Ha? 63. Moda hamash 6400 so'mga hamma setash savdo shudasi. 6400 so'mga mana shu 3 cho'lasi sotilgan, bari urg'ochi. Bu 4000 dan sotilgan chiqib ketdi. Qanchadan bo'ladi degan? 4000 dan bor qarang. Yo, bag'dagilar. Ha, 4000 dan. Bular qancha ekan savdo aka? Bilmayman. So'ra. Qadam qiladi. Bular qandoz bozor aka? Mashina ichidan sotildi 4000 dan. Yana 6000 dan deyapti. 6000 dan deyapti. 4200-300 dan qilyapti. Sizlarku? Ha, sizlar. 6000 dan aytilishicha 4200-300 dan savdo bo'ladi. Naqd. Zo'r. Mana 3 ta sotildi. Ha, 3 ta 4000 dan sotilibdi. 4000 dan. Qaytdiki bu? Mana ana uyazniki. Uyasnikimi? Zo'r. Staravshan uyaz. Staravshan uyas. 6000 to so'ybash, 4000 o'zi nishondorigimi adarra savdo shudasi setash. Bu tarafdan aytdim mana soliqchilar. Chala boqilgan ekanda bular. Sardor qo'ychi shitda, Rigrovkada. Mana katta-katta qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Mana ikkita sorildan bor. Bozorchi qancha? Bozor yaxshi, ikkalasini 6,5 qilyapti. Berganingiz yo'q. Yaxshi. 6,5 mingga yo'q. 6,5 qilyapti, bermayapti. Yetkib qolibdi o'zi. Ha, tinchmi o'zi? O'zingiz yaxshimi? Salomat. Chotki. 6050. Ha, shu bozor narxi. Bu tarafda katta qo'chqorlar.
Bundoq qancha bo'ldi bu? Chornimi? 4,5 mingdan. 4550 bozor narxlari bu. Bu tarafda yana qo'chqorlar. Bitta 100 so'mlik mana shunisiga o'tiradi. Bunisiga yo'q, 100 so'm mashinaga. Qancha qassob bu? Qaysi bir savdo? Qancha? 100 so'm kam 11 yo'q. So'mdan 11 ming ikkita. Zo'r. Ikkita burchaqdagi 100 so'mdan 11 ming so'm bozor savdo qiladi. Dutta chetangi 7 so'm kam yozda 1000 so'm savdo shu. 67 buni. 63 uni. 6800 6880 so'm inishini narxga deydi. Va duttash satkam yozda 1000 savdo shu. Qo'y bozorda shunaqa gaplar aytadi. Bol bozorni ko'rsatdim, dalcha laykni bosarasizlar. Shunaqangi iri sizlardan bozorlarda narx-navolar aytib o'tiraman akalar. Do'st birodar, yor dushmanlarga hadilisa qo'ylar shunaqangilar. Roliklar.